2 yoshning ko'rishadigan vaqti oz qoldi. Kaori opasininkida jam bo'lish tamog'iga eg'iz tegdi. Tog'asimi o'lgirib kelgan edi. Yaqindan beri begimning xonimi yaxshi qopdimi? Burunqidan xeyli yaxshi bo'lib qopdi. Ko'krigiga havo kirgizilgandan keyin o'ltira oladigan taraqqimi o'z chiqa oladigan bo'pti. Bu tibobatchilikning taraqqiyotning foydasida. Aka yaqindan beri qanday qarab ketyapsiz? Mamma, qadr ahvol. İqtisad cəhətdən davatımən. İqtisad cəhətdimi? Senin iltifatın bilan ko'rim har holda ham emas. Kela, azroq ichib qo'ygan. Ondaq bo'lsa-ku, men xotirjam. Hozir kunamoq pek tasib ketdi. Nima ish qilsangiz, aplashmagan. Men Saharaga borgan. U Kaorining ishiga chepshuribdi. Ammo u yerdan chiq yaxshi ekan. Adamni xo'sh qilgan ishda bu. Yaxi oxirgi bekitish bo'lmadi. 2 kundan keyin berib ko'rib kelgan bo'ldik. Nima deydigan sen? Bu bekitilganga o'xshashli gap emasmi? Kaori xonim muborak bo'lsin. Asrab ketibsiz. Kaori, sana shuni deb qo'yay. Kunlarning birida ishing o'ng tatganda men unutib qolma. Siz Kaoridan pul talab qilyotmaydigansiz. Men sod ishini davotiman. Eringga maslahat baqqan. Men uningga necha yuz so'mni bekaq demakchi. Tog'a, sizni haroq tutib qo'ydimi nima? Men rost davotiman. Biz berib ko'rib kelmoqchi. Tex bekitilmadi. Xijil bo'lyapsiz, a? Charchaqman. Durust, sayli quluqqa tushib, yigiting bilan ko'rishgil bor ekan senda. Bu bir yangi ish ekan. Men qaytib to'y qilaymikin ya? Charchaqib o'tirdingizmi? Ayolingizga deb qo'ymanjimi? To'g'ri, araqini. Sana aniq deb qo'yay. Hargiz rizikoni do'rmajimi? U yigit bilan ko'rishgil bo'lganda, bunda qit emasmi? O nimish qundaq qilgandi? Yigitidan jirginib shunda qilib kerak. Qiziq ish. Shu emasmi? U begimning yuzini tushadi. Shundoq bo'ladi-da. Ara qanday bo'ldi? Kechirsizlar. Gapim to'g'rida Kaori. Yer uchun qishi tursang, ishing o'ngga tortadi. Begimga ishon. Chataq chiqmaydi. Begimning so'ngsi Kaoriga bak amroq. U Kaorini ko'zli ishchan, yuvosh deb maqtab ketdi. Ayliqi taqadi kelib ayol shumi? Bu to'yning ishig'imi shu mengyotidi. U Kaorini men kichikdilli obdan bilaman. U Risikoga o'xshash undaq besham emas deydi. Risiko xonim temizmi qamlashmaydigan qiz ekan. Begimning yuzining tushagini uning nimasi? Chatoq bo'ldi. Bo'lgandi. Aroq to'kilib ketdi. Men qarab qo'yay. Aroqni to'kayotgan xotin bu yerdan aydildi. Xapimizlar. Sahraning yigitining ismi Omasam ekan. Ular Kaorining cho'ng xotinning qizi emasligini bilandi ekan. Biladi-ku deyman. Xili obdayaga uchirgandek turimiz. U yigit balning cho'ng ekan. Umu qo'lidagi xotindan tug'ilgan bola emas ekan. Bir fohishdan topgan bolamish. U odamning xotini tug'mas ekan. Shunga varislik huquqi ashu yigitga berilgan ekan. Bu joyda ish bo'pti. Bunda qo'g'anda bir-biriga texmi loyiq kelgidek, ya. Haroqni keldim. Mea qo'ya. Kaori. Men bilan birer umki ichcha. Muborak bo'lsin. Rahmat tog'a. Daim kelaversang mening ishimni oqitsan. Men Risiko xonimning sening qishinglarga keldiganligini o'ysamla, tapinim qichishib o'ltirolmaydi ekan. Rost gap qilsam-chi? Chunki men xonimni chin ko'nglimdan yaxshi ko'raman. Chin ko'nglimdan? Charchaqamsan-chi, ha? Nima desam demamsa, kichik bol degan-go, saqal g'erishlashdan boshqasini o'qimaydigan nima? Gaping ajab cho'ng'ol sening, ha? Agar boshqa qizlarni yulduzga o'xshatganda, xonimni 15 kunlik oyga o'xshasak bo'ladi. Chunki sutdek oyning oydinida yulduzlarning hech qaysi nur chachanmaydi. 15 kunlik oyning nurimi kundan kunga ojizlaydi-da. Yo'q, undaq emas. Sizga o'xshash oyning nuri mangu ojizlamaydi. Mangu yorib turdi. Men shu chiroyli oyning nuriga to'ymay tuminaman. Bo'ldi qila, ajab tishimga tegding, ha? Tishing og'zing turganda tegapti. Ajab lozim bir nima ekansan. Kun chiqqanda oyning sho'lasimi g'oyib bo'ladi. O vaqtda men oyning sho'lasi bilan tang g'oyib bo'laman. Bu lozim gaplardan qachon tugar sening? Shoirlar, yozuvchilar gap o'yiniga pek amroq. Xatoni apandim texmi shundaq. Ammo haqiqsiz odamning chin yuragidan chiqadi. Ajab bilan dedingiz. Siz xato tushunyapsiz. Men chin yuragimdan navotman.
Şundaqtımı gipiniz bek çektin işit ketdi. Hop oldu. Yanalar benim akıllıkçı mı? Mervayet bilen şakalını bir qaraplı bilip aldı eken. Şakal dep kim davatsa? Hey, soqışılgan işinlar bolsa sırt sıkıp soqışыңlar. Kaori dadasi kuyovi bilan Saharaga kelib chiroyli bezilgan sayli qo'lbuqqa o'ltirdi. Anlasam, Bandu cemiyetinin tarihi 300 yıldır aşırken. Ondaq emas, bizga 280 yil bo'ldi. Bu mu uzun vakitte? Sizler asli Yoshiyoluqqa deyman, ha? Shundaq. Bu gaplarni deyishga odam xijil bo'ladi ekan. Ota-bobomiz burun Yoshiyoga doim berib turdi ekan. Bizning davrimiz kelganda ota-bobomizning qabrisini tashlab Choshiga ko'chib kelib oldik. Bu mu tirikchilikning nishoni, ha? Canyo'chilik qilish bu oson ish emas. To'g'ri. Qani, bir romkidin ishi. Yoshiyoluqlar to'g'imiz yer, haq. Cho'shidagi aboyliq kishilarning hammasi Yoshiyodan kelganlar go deyman. Shundaqmi? Ay, undaq bo'lishimdan tayin. Beliq yig'imiz yo'qmi? Oy. Ondaq emas. Ondaqda tetbiq. Bo'ladi. Sizlarga ko'p rahmat. Qani, tatınmay erkin azad o'ltiringlar. Bu bala ish uqmaydi. Ig'ramanglar, ha? Yo'qsa. Qiziniz Choshi qizlar o'tir maktabini alaf degan bo'g'iydi, qachon. Men Takayi Chinimo Sahara o'tir maktabining o'limasi deb anglagan. O'lma bilan a'lochi toz maskil ekan-da amsa. Qani, elinglar, ichaylik. Qani, elinglar. Bo'ldi. Mushunaq o'ltiring. Risiko xonim. Kaori bilan Risiko och singil bo'lgani bilan ikkisining mijozi ikki dunyo ekan. Rost sizning deganingizdekmi? Risiko xonim Vango, Kaori bo'lsa Sezan. Risiko xonim moy buyoq rasm, Kaori bo'lsa buyoq rasm degan. Risiko xonim Wagner, Kaori bo'lsa bo'lamiz. Risiko xonim o't, Kaori su. Yo'q, balkim buning aksi bo'lsa kerak. Aksi? Chunki o't ba'zida suvga o'xshab qoladi. Suvmi ba'zida o'tga o'xshab qoladi. Bu falsafiy zot bo'ldi. Chunki ko'ydigan sumi bor-da. Masalan, nefs shunday narsa. Okey, sening bu gaping san'atkorga o'xshamay qoldi. Nima uchun? Degina? Bo'ldi, talashmanglar. Kaori dengiz ostidagi vulqon. U portlasimi yoshirin portlaydi. Nima degan obrazli tasavvur. Risiko xonim, haqiqiy shoir desa, sizning desa bo'ladi ekan. Yer uchi zavodi burundulla tabiiy etish usulini qo'llanib kelyapti-ku deyman. Shundaq. Men jon yo'li vaqt qonuniyatiga asosan etish prinsipida tushuntirish kerak deb qarayman. Meni haq joyil yoki zamonning oqida qolgan odamga desmo mayli. Bu gap qizingiz Kaorimi tabiiy qonuniyat bo'yicha cho'ng bo'lgan ekanda. Ya'ni uni boshqa narsa yigizmay o'zining ixtiyori bo'yicha cho'ng qilgan. Haq cho'shi cho'ng bo'lgan bolalarni qobilaroq Unda emas. Bu bola naq cho'shilik. Ondaqda qizlar nimani yaxshi ko'rdiki? Men bir narsaga pek havas qilib ketmayman. Sen kitob o'qishni, muzika anglashni yaxshi ko'rsan-ku. Shundaq. Kaori o'tir maktabdagi chaqda voleybol komandasining a'zosi. Shundaqmi? Undaq bo'lsa, texnik istiqbol ekan. Turqidimi sog'lomligi bilinib turmaydi. Shundaq. O'g'illar nimaga qiziqdi ekan? O xalq naqshlariga amroq. Yaxshi. Bu obdan gapkan-ku. Ay, Takayachi, bular naqsh etib beradi. Mishadimi? Mening bu anglag'im bor. Dumbax sepirdigan odam bo'lmasa. Men qo'lvoq urib tenkash qilib beray. Mana bundoq. Qani, boshla. Akal, ma'lum.
haddan tashqari eg'ir-besqa o'ltiratdi. Ko'z oldidagi bu judangi yigit uning kelgusidagi eri bo'lib qolarmi? Kaorining chiroyida hech qanday hayajonlanish yoki yirginish ifodasi ko'rinmaydi. Taqdir yaqin suvga o'xshaydi. Hamma narsa shuningga bog'liqda. Bugungi ko'rishtirish hali muvaffaqiyatli bo'ldimi nima? Agar siz rag'batlantirmagan bo'lsangiz. Bu ma'rifat qilishda men bu nurg'un kalla qatirib ara muvaffaqiyat qozondim-ku. Kaori, sizga qanday tuyuldi? Men bek charchab ketdim. Jiddilashib ketgan o'xshaysa, mehmon bor emasmi? O yigit qanday qaraqqa? Uqmadim. Menga raskatni qiling. Agar ko'nglingizga yoqmasa, bir amal qilib rad qilmasak bo'ladi. Nima aldirak? Aldirgan bilan ish buziladi. Kechiring. O'tgan qatim Risikoni ko'rishtirgil apagan ishni o'ylasam, ko'nglim. Dada. Siz mening o'masaga yotliq bo'lishimni bek arzu qilamsiz qandaq? Albatta. Shunga seni uning bilan ko'rishtirgil apadim-da. Undaq yeri bo'lsa, mening boshqa fikrim yo'q. Nima deding u? Sen meni debla uning bilan to'y qilsam qilay deb sen nima? Chunki men sizga ishoniman. Ishonima? Dada, siz qandaqla bo'lmasin, menga qaraganda atrofliq o'ylaysiz. Durust. Ota-onalarning hammasi shunday bo'ladi. Ammo sizga rahmat. Kaori, siz haqiqatan yaxshi qiz. Ham oq ko'ngil, ham vafodor. Kaori acha, qandaroq? Nima? Ko'rishga bag'andingiz-ku. Az gap qil. Soat kashil qilma. Qandaq bo'lmadimi? Yo'q, gapni qilma. Chiroyi boshqa turmamdi. Nadikini? Kaori tex bir qarorga kelmadi. Kim bir qarorga kelmabdi? Ma'qul dedi-ku. Dadam o'zi ma'qul degandi. Kaorimi bo'ladi dedi. Hay, bechora, oxir majbur to'y qiladigan bo'pti-da. Risiko, yana bir degina. Risiko xonim ortiqcha o'ylab ketgan chig'i. Asli Kaori uchun buning o'zi peshonsiq bitilgan bir omad. Xama. Mening peshonsiq bitilgan degan gap bilan faqat xo'sham yo'q. Bu qizlar uchun bir xo'rliq. Sen Kaori bilan Omasana to'yga qarshi chiqmoqchimi? Qarshi chiqaman demadim-ku. Kaori o'zi xohlagan bo'lsa, bo'pti. Risikoning gapi Kaorini qattiq asabladi. Bu ishlarni chin ko'nglidan kimni xohlasin deysiz? Mayli ma'qul bo'lsin, bo'lmasin, ish bu darajaga yetdi. Endi o'g'inda ota-onasi va hammasining ko'nglini yada qo'ysa qanday bo'ladi? Hozirga uning so'kichi bilan bo'lgan muhabbatidan umid qolmadi. Men endi uning so'kichiga meni sinil qilib olin deb yolvorishdan boshqa iloj qolmagan edi. Qiz yigit ko'rish 5-kuni, ya'ni 7-oyning 24-kuni Tochkeyi jamiyatining elchisi, Saharadagi Jangyu yasag'uchi ishchilar uyushmasining muavin boshlig'i Omasa Kohiro Kaorining uyiga keldi va Tochkeyi jamiyatining o'g'li Takaichi bilan Kaorining beshini qo'shib, ularni murodiga yetkazmoqchi bo'layotganligini uqtirdi. Yo'lda ko'p chaparatmasiz. To'jikeylarning ko'ngli bizga tushishlik. Shunga bizmo bu to'yga qo'shilganligimizni bildiramiz. Undaq bo'lsa rahmat. Sizlar qo'shilgankansizlar, mening kelganimmo bekor ketmaydi degan gap. Rostni aytganda, bizmo yigit tarafdan javobini kutib o'ltirgandik. Ajab baland ish bo'ldi. O'tirdi mengayotgan odamga buningdan ortiq xo'sh bo'lg'idek ish bo'lamdi. Kaori, sen rahmat et. Sizlarga ko'p rahmat. Yo'qsa, bu xo'shallik ish. Hamma, araqa kir. Yo'q, siz bilasiz. Men haraq ichmayman. Hech qisi yo'q. Azroq ichib qo'ying. Xotir olib qola. Bo'ladi. Elam.
Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi. Tochikila çayını 9. ayının başlarında qısaq. Samavi padişah Taşiyu'nun dəfn murasimi tügən aman toyunu qılıb etsək devatıdı. Bu işlerin hemmisini aşıla özdürmeksin. Rastı etqanda biz qız çıxaq iştirəb. Tochikila toy murasimini Kangara rayonundaki sarayda ötküzmekçi. Toy ziyafetiga Saharadagi restoran edip taze obdan bir tebrikleyli deyişi var. Bu obdan gep boptu. Elçi kim bulduğun boldu? Jigit taraftan Nailik parlamentning deputati Banshima Boshi elçi bolmoqchi. Boludu. Biz Taga kentining boshlig'ini elçi qilaydi. U oldin qatim Seyli qolug'ida biz bilan birga bo'lgan odam shu. U Adilning eri ham Kaurining yeznisi. Boludu. Buni o'zingiz o'rlashtiring. Qani. Kaorining taqdiri ana shundoq tez bekitildi. Holbuki Kaorining quliqiga bu gaplar xuddi boshqa birining ustida bo'linayotgan suhbatdek anglandi. Yaxshimisan? Yaxshi masala. Xotin qanday qoldi? Texi tug'madimi? Yo'q, texe, ko'ngil bilganlarga ko'p rahmat. Obdan baxchimi? Bo'ladi. Zavodinglarning eshitish uyi hajab cho'nkan, ha? Kelgusida eshit qunimi mashina bilan yasaydigan gap emasmi? Mashina o'rlashtiramizda shunga cho'ng soldirgan. Durust. Bu ishni yaxshi o'ylab ekansiz. Yur. Ay, xo'jayin. Vaqtingiz chiqsa, shaxmatni yana bir qitim o'yinsa qo'yib ekan. Yanchiqim qurib ketdi. Sen qachon turpaqqa? Zavodinglarning kayfiyati pek ko'taran ekan. Siz ishlar bilan qanday qilib bunday atlashib ketdingiz? Boshqa alayda ish muhimmi? Bir yeri men ularni oilamning a'zosi qatorida ko'raman. O'quvchi bolani kesh kursib o'qish qavatman. Bolalarning tug'ilgan kuniga atab ancha-muncha sovg'atlik berman. Pando efendi, siz haqiqatan ishning ipini biladigansiz. Sizlarning bu yerda ishlar uyushmasi degandek tashkilotlarni qurimiz deyotganlar bor. Hozircha undaqlar yo'q. Kaorining to'y masalasi bara-bara gavdalashga boshladi. Ammo hayron qolarlik yeri Kaorida o'zining bir qitim ko'rishgan hamda ota-onasi tarafdan beshini qo'shib qo'ymoqchi bo'lgan yigitga qarata hech qanday ta'sirot yo'q edi. Kaori bu ishlardan qandoqdir bir xil g'o'vo, ansizlik his qilmoqda edi. Shu kuni adabiyot munbirining peshvosi Akutagawa Ryunosuke o'zining uyida zahar ichib bilib oldi. U texi endi 35 yoshga kirgan edi. U o'zining vasiyatnomasida men bir xil g'uvo ansizlik tuyg'usidan hech qutulolmadim deb yozgan edi. Akutaning o'limi Tayshu davridagi modernizmchilarning halok bo'lganligidan derak berdi. Men bu azobning zarbisidan faqat qutulolmoqdekman. G'uvo ansizlik degani nemaga qartilgan bo'g'aydi? Proletarlar adabiyotining gullanishiga qartilgandi. Ammo Akota burja iqimiga hissashlik qilganlardan emas. Menimcha uni reallik shu qo'yga saqan. Aytaylik, uni o'pik tuberkulozi qattiq qiynagan. Yana kelib uning oila turmushimi baxtli o'tmagan. Yo'q, to'g'ri emas. Sening deganing to'g'ri emas. Menimcha u davolg'ib turgan bu dunyoning kelgusini, ya'ni pul muomala aloqadorligi, savdo kasatchiligi, ishchilar majrosi va hukumatning nachar diplomatiya siyosati va kazalarning qo'shnisi bilan bu davlatning hangning girviga berib qolganligini tegdaktadan tushunib yetgan. Demak, u adabiyotning ixtiyorsiz saqlaganda sening inkosing faqat bo'lmaydi ekan. Kimning inkos bo'lmaydi ekan? Biz Akutaning o'limidan yangicha ilhom olishimiz kerak-da. Mening o'z oldimga tunishim bor. Undaq bo'lsa sen qanday tunishlar dafaqa? Men ketdim. To'xtang, Rasiko xonim. Men bu ishga ablaq nima deydi? Kesama. Undaqda Dasturida hech kim ko'namaydi. Chunki hech qachon ko'migan odam bilan o'tadigan gapda. Asli bu undaq boshqa turib ketgidekmi ish emas. Odam 2-3 yilni o'tkazgandan keyin xuddi taqdir peshoniga yozilgan ishdek asta-asta ko'nib qoladi.
Öz vaqtida men kelgandim-o, shundoq bo'lgan. Xanım, o çağda siz neçe yaş tuttunuz? Men 18 yaş, o 24 yaş dedi. Kaori, siz bu yıl neçe kirgensiz? Sil örilse 19'ga kirmen. Vaqtim o kep qaptiken. Doktor xanımni balnistin kuzlarda qaytib chiqsa bo'ladi davatıdı. Vaqti kelganda Kaorining to'yiga cho'qim qatnashala. Mening qo'yda qatnashqim batdi. Shunisi Sahara bekshiraqda. Ro'yi siz qatnashsiz-ku? Yo'g'usi. Bu men o'ttirg'i chiqadigan ishlar emas. Undaq demang, yigit taraf bizning oilamizning ishini obdan biladi. Shundaq bo'lsa-mu, Kaori uchun yaxshi bo'lmasmiki? Qizimizning to'y qilishimi mushu. Mening yanıla Kaori baxtli bo'lsa, menga shu yetib oshadi. Begim hozir Kaoriga oliy darajali kiyim-kechaklarni tiktiryapti. Sizlarga ko'p rahmat. Kaori, begim bilan xonimning mehr shafqatini menga unutib qolmoqchimi? Ha, to'g'ri. Yigit taraf bilan maslahatlashib baqayli. Bu yerdimi biroz ziyofat qilamdik qandaq, ha? Undaq bo'lganda bizmi qatnashimiz degan gap. Rasmiy ziyofatni yigit taraf qiladi. Bu yerda kichikroq bo'lsa qilib berayli. Bando Chiyo ayni vaqtdagi savdo kasatchiligining qanchalik og'ir oqibatlarni keltirib chiqarganligini tushunimiz kerak. Kunlar bir xilda o'tmoqda. Kaorining choy kuni yiqilishib qolgan edi. Sizni to'y qildikan deb anglaymiz-ku. Kimni deydi? Xursandlik qilmaga. Hammaylar anladık. Erteden başlap biz özümüzün qandaq yaşash to'g'riliq o'ylashib ko'rsak bo'ldi. Yigit, menda chiroyliqmi ekan, ha? Nim desem bo'la. Qiz meni uchun qanchalik pul berdi ekan? Buni men uqmadim. Siz to'y qilsangiz, zavodda oz deganda 3 odam o'zini o'ltirib oldigan bo'ldi-da. Kim o? Yataro. Kinoka. Men. Amsi begim qo'shildi ekanda. Nemishqa? Unda qo'ygan zavodni 3 araqqash azlaydi degan gap. Bo'ldi, chataq yo'q. Biz sizni tabriklaymiz. Cho'qilaylik, tabriklaylik. Kaori acha. Siz rostla qat'iyat keldingizmi? Undaq yo'qlan gapni qilma. Endi bo'lganda bo'lmaydi desa qandaq bo'ladi? Kaori achamni qo'liga bek yumshoqchimi? Qo'ligim yumshoq emas, taqdirim shundoq. Buni taqdir desakmi bo'ladi? Begim bilan Takaning hammasi bu ish uchun oz bosh qatirmaydi. Endi bo'lmaydi desak, hargiz qamlashmaydi. Saharaliklar tug'ma Kaori haq, Japan taslattirgan bo'ldi-da. Yosh vaqtida ozroq chapa tatqanga hech bo'lmaydi. Jangoy savdogarga kelin bo'g'ichi qaysi jihatdan bakrak chapa tatadi? Opingiz qarab bilmadingizmi? Asan kasal bo'lamdi? Yo'q. Nimamsa? Jangoy zavodining xo'jaylarining hammasining degirak to'qili bo'ladi. Opingiz karamat esil ayol. O'g'u hech qachon vaysab boqmaydi. Ammo o'mi bir ayol kishida. Xama, siz Kaorining oldida bunday gaplarni qilsangiz qamlashmasmiki? Yo'q, Kaori to'y qilib bo'lgandan keyin kunlarning birida yanada tuyuqsiz yana bir ayol paydo bo'lishi mumkin. Men uning vaqti kelganda otchig'i kelib so'qishib yurmisin demakchi. To'qal elish erkakning shon sharafi. Uqdingizmi? Kaori. 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 Sokchi. Siz nerede? Meni ko'rmadingizmi? Ben sizni pek sığındım. Nim dediniz? Hem de deginiz nimisi? Bu işni qandaq qilamiz?
yoki o'ngimi? Kaori dumbisidan sovuq tar chiqqanligini his qildi. So'kchi bir kelishmaslikka uchrashganmi deya. Kaori. Ha? Hujramga kirang. Ma'qul. Kirang. O'tiring. Tehbaya. Radyodan anladım. Oduqib ketmang. Tönögün dengizde qattiq boran chiqib bir kemi o'rilib ketibdi. Sokochilarning kemisi Tonigawa nomli kemimdi. O kemi cho'kib ketibdimi? Tafsili ahvolni uqmadim. Kaori acha. Kaori Risikodan Tonigawa nomli kemining xatarga yo'liqqanligini anglagandan keyin erishib qolgan odamlar Togawaga qarab jinining berish yugurdi. Risiko acha. Kaori acham nim bo'ldi? Nim bo'pti? O bekat qarab shunda tez yugurib ketyapti. To'g'risami anglamadi? Togawaga manganda qachon? Togawaga? Kaori hozirgacha Sokochining o'tida kuyib yuryapti. Sokochi bilan ko'rish kelmayapti-da. Tonigawa nomli kemining xatarga yo'liqqanligini anglagan o'xshaydi. Onunga men degan Kaorini qanday qiladi ekan deb taqqan. Onu aldaptı sizde. Ey biçare. Kechiring. Ha? Tonigawa qanday bo'ldi? Nima? Soqchi qaytib keldimi? Yo'q. O xatarga yo'liqdimi? Yo'q. Xo'jayin qayerda? Dengiz bo'yida. Kaori. Nim bo'ldingiz? Soqchi qaytib kelmadimi? Keladigan vaqt az qoldi. Keladigan vaqt az qoldi? Nima ish bo'ldi? O xatarga yo'liqib ekan-ku. Xatarga? Chaqchaq qilmasangiz-chi. Bugun hech qanday bo'ron chiqmasa. Andaqda tunugunga bo'ron-chi. Tunugun dengizga hech kim chiqmadi. Siz nimani o'ylab ketdingiz? Tunugun
Мен радиода Тони Гаваны xatarga yo'liqdi debdi ekan-ku. Qaysi Tony Gava ekan o? Og'zingizni tutmasangizchi. O, kalva. Şahmatçılık salaptın bozken kaşki. Ha? Salaptın bo'lmasimi? Men yengimanda, ha? Manga, vaqti. To'xtab turing. Nima to'xtab turdi? Bo'la chaqat. Men deyman. Necha puldan tikishadigan bo'ldik, ha? Qandaq. Meni uftiman da'vatam sen teqi? Ha? Pul tikishsak yaxshiroq menda. Bo'ladi, 3 ko'ydan tikishaylik. Sizga ko'p rahmat, xo'jayin. Ajab, o'san nima jimosan? Qarang. Begim, ipak do'konidan odam kelibdi. Kirsin. O'sha kiramda. To'g'ri, hargiz tortinmasin. Akini berim. Mashindaq o'tirib. Begimning oldida badashqon qurib o'tirib ketisana. Kechiring. Tizimga yor chiqib qopti ekan. Biror marazni yuqtirib olmagansa? Maraz bo'lsa, sizga yuqtirib qo'ymanda. Bu yuzi qaydi. Hey, xama. Kaoring chaqir. U yo'q. Nima? Tushdan keyin u yo'q. Uni ko'rmadim. Maq, berib tep kel. Kaori bo'lmasa ipak do'konining odamini kagini beka olmamdi. Ma'qul. Xo'p. Xo'jayin. Yaqindan beri to'yliq kiyim tiktirib otamsiz. E'timoq saqalli qilma. Bo'la, san keldi. Mayag maqdim. Kaori Risikoning o'zini sinab ko'rganligini oxiri tushundi. Ammo uning Risikoga ko'nglida hech qanday achchiq ekanmidi. Chunki o'zini so'kchini unutmaslikka da'vat qiluvchimi dal Risiko edi. Gava bilan Koni uningga homini kelgandan keyin so'kchi bilan ko'rishib keting deb maslahat berdi. Kaori o'zining so'kchini ko'rishga oldab turayotgan edi. Hey, Yataru. Zavodda ta'tir qo'yin chiqarayotganlar bormi? Ta'tir qo'yin? Qizillashgan emgak ishlar uyushmasi qurmoqchi ekan-ku. Qizillashganlar damsiz. Ondaqlar bak to'liq. Hey, kalva, raskab qila. Sen o faqat raskab qilmaysan. Menmi bir ish tursam, o'zimning sheriklariga xoylik qilsam qanday bo'ladi? To'g'ri, sen ishchi, ammo sizlar hammalar bilan bolalar. Men sizlarning dadanglar. Shunga mening gapimni olishinglar kerak, ha? Bu degan Ramka. Nima Ramka? Menga sizga amroq xo'jayin. Ammo kapitalistlar yana ishchilarning dushmanida. Gapim to'g'rimi? Mundaqdan qamputi gaplarni kim o'rgatdi senga? Begim, topolmadim. Topamsan qanday bo'ladi? O'zingiz qardimi? Ha. Doktorxonaga Kenisako doktorxonaga telefon berdi. Andaq bo'lsa men bosh chaqdi kelay. Turib turing. Birdam saqlang. Xo'jayin, bu shaxmatni bo'ldi, o'ynamaymiz. Bular chiqqazdi. Tez bo'l. Men Xitoyda deb qolgan. To'g'rimi bir? Keldi. Qani. Akilanga ko'rib baqay. Toza chiq tutibdimi nima? Biliq keldi! Biliq keldi! Biliq keldi! Qaytib ketdi. Allah, biliq ketdi. Qaranglar. Sordin belig'i tutish kema atrizida jami 5 kema bo'lib, bu Konigawa kema atriti deb ataladi. Buning ichida to'g'ri silish kemasiga 12 dan 13 kishi odam tushadi. Bular asosan keng doiralik to'g'ri silish orqali beliq tutadiganlar edi. Kichik kemalar bo'lsa, sordin belig'ini izlash va tutilgan beliqlarni to'shish vazifasini o'taydi.
Risiko aça. Dadamdan bek atça kep ketivatıdı. Ademne hecep ensirette. Soku içine uyga telefon urup bakay. O küçük balı olmasa hatırcam bola. Siz acep gam emaskensiz go. Sen bu işini okumaysan. Nemin uqmaydı ekenme? Su astı volkanның partlaydigan peyti emdi geldi. Su astı volkanı. Akşam sizni düşüp kaptı ben. Meni qar baskan bolsa gerek. O korkunçlu düşünü görüp ensirep tursam Risiko. Boşum haberini degenti. Yürügüm qepini çıkıp ketkel tas kaldı. Şunun bilen aldı keynimge qarmay. Kutturmuşega qarab yugurdim. Ben daim size düşüp kalımen. Kaori. Dişinizde nimelerni görsiz? Nait çıkışlarını görümen. Bazda hoş olumen. Bazda köngülüme yerim boladı. İş qilib sizni ko'rsam har qancha qo'rqinchli tushmi man she'rin to'yiladi. Sokuchi. Men to'y qilib Saharaga ketadigan bo'lyaptiman. U Saharadagi Omasajan Yosodgirining o'g'li. Meni opirib ko'rishtirdi. Ammo men uni faqat yoqtirmadim. Hozir uning chiroyimi esimda yo'q. Ögülükке çay içirmekti. Toynikileriyle ehtiyazda kıldıgan bulduk. Bu işlerinin hemmisini aşıla özlürüp bütüştü menden. Bir ikisini sorap koymadı. Şundaqmı? Baxtli bo'ling, Kaori. Siz mi shundoq damsiz, Sokichi? Qayt ko'rishamaymiz. Bizning ko'rishimiz mushu bo'lib qoladi. Ondaq bo'lmaydi. Siz menga singil bo'lishga va'da qilgan-ku. Men singlingiz bo'lishni xohlamayman. Kaori.
Bugungi mazmunni yoqtirgan bo'lsangiz, ostidagi "Saykan" degan xatni besib qo'ying.